Voy, qachon kelasiz, qattasiz? Kimlar bilan qaytasiz? Va rostini ayting menga, qachon uyga qaytasiz? Nima ovqat qildingiz, kelin? Hali ovqat qilmadim. Unda nima bo'q yedingiz? Millionta ish taxlab tashlayapsiz, oyijon. Даже o'zimga qarashga ham ulgurmayapman. Ha, qarang, kim sizga qaramadi dedi. Qanaqa qarayman? Millionta ishlarni taxlab tashlaysiz. O'shaning uchun ham o'g'lingiz boshqa ayollar bilan gaplashib yuradi. O'g'lim yurmog'idan yuraversin, siz kuymog'ingizdan kuyib oling. Menga shu uylarni ro'zg'ori joy-joyiga qo'yib qo'ysangiz bo'ldi. Qachon kelasiz, qattasiz? Kimlar bilan qaytasiz? Rostini ayting menga, qachon uyga qaytasiz? Ha, qachon kelasiz? Bu xotinga kelinmas, qul kerak. Nima qilyapsiz, Hoshimjon aka? Ha? Telefonda o'tiribman, tinchlik. Sizga bitta-ikkita savollarim bor. Ha, qanaqa savol? Tinchlik? Hoshimjon aka, nimaga erkaklar chiroyli, figurni, hamma joyi ukol qilib, sun'iylashtirilgan ayollar bilan yuradi? To'ydan keyin faqat shunaqa ayollarga rasxod qiladi. Uylanishga kelganda sodda go'l qizlarga uylanibman, otamga xizmat qilib o'tir deyshadi. Ha, yana oyim bilan urishding. Yo'q, endi men urishaman. O'zi shuni javobini bilgim kelyapti sizdan. Mana qara, Komosh. Erkak kishi ayol kishini chiroyiga qarab uylanmaydi. Dostoyniy mujikman degan erkak ayol kishini farosatiga, ibo hayosiga qarab uylanadi. Mana bashara feyz chiroyli bo'lsa, ming mana ichi grezga to'la bo'lsa, erini ota-onasini hurmat qilmasa, ming dunyo go'zali bo'lmaydimi? Erkak kishi unaqa ayollarga uylanmaydi, tushunding? Nimaga unda siz ondan bekitib ko'p qizlar bilan gaplashasiz? Men hammasini bilaman. Fay biling. Tuhmat qurmang, Komosh. Men senga sevib uylanganman. Unaqa yuradigan ayollar adnorazoviy bo'ladi. Uylanishga variant bo'lmaydi. Masalan, men seni sevib uylanganman. Sen meni farzandlarim onasisan. Ota-onam seni kelinim deb qabul qilgan. Tak что unaqa ko'chani ayollariga sen o'zingni tenglashtirmagin. Tushunding? Erkak kishi ham kimga uylanishni biladi. Bo'ldimi? Ko'ngling joyiga tushdimi? Tushdi. Siz yaxshi ko'radigan lag'mon qilingmi? Limon olib tasha xotin. Qilib beraman degan asalim. Xo'p, hozir harakatga tushaman. Voy, onasini emsan. Voy, onangni san. Alo. Uncha qurasan u xotining yonimda. Qichiganmisan? Qaytaraman o'zim. Bo'pti, nima qilyapsan, jonkam?